Hurmatli aziz obunachilar, oyoq kiyimlarda tanishtirishlikda davom etamiz. Xo'p, pol klassik uslubda yosh kattalar uchun chiqarilgan oyoq kiyim. Buni ham padojlari quyma. Buni besvet kremda, korishnevoy kremda kremlab bemalol tepalab bemalol bir qanaqangi ishga solib kiysangiz ham bemalol bo'laveradigan oyoq kiyimlardan biri. Qora sveti ham bor. Ko'rishlaring mumkin. Qora rangi. O'zimizni salamandira. Terili. Buni ham padoji quyma. Padojlari quyma. Toza mol teridan qilingan. Ko'rishlaring mumkin. Bu oyoq kiyimimizni narxi 165 ming so'mdan. Bu oyoq kiyimimiz narxi esa 255 ming so'mdan. Ko'rib turibsizlar. Undan tashqari terili oyoq kiyimlarimizni korishnevoy sveti, hozir ko'rsatganimiz korishnevoy sveti ham bor. Razmerlari bor. Bu 165 ming, eslatib o'taman yana bir qator narxini. Undan tashqari bu 155 ming so'mdan. Yengil, padojlari polvertan. $155 mingdan qora krossovkalarimiz ham bor. Ko'rishlaring mumkin. Assortiment katta. Oyoq kiyimlar assortimentini ko'rib turibsizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar, like bosinglar, obuna bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.